Mashhur britaniyalik qo'shiqchi va bastakor Ed Sheeran Ipswich Town'ning ashaddiy muxlisi ekanligidan xabaringiz bo'lsa kerak. U nafaqat oddiy muxlis, balki klubni faol qo'llab-quvvatlaydigan shaxs hamdir. Ipswichga juda yaqin joylashgan Framlingham shahrida tug'ilgan Ed Sheeran bolaligidan klubning o'yinlarini katta ishtiyoq bilan kuzatib borgan va klubni chin yurakdan sevadi desak adashmagan bo'lamiz. 2021-yilda u klubning homiylaridan biriga aylangan. Jumladan uning bir qator musiqiy albomlari logotipi klub formasida aks etgan. 2024-yilda jamoa APLga chiqqanidan so'ng u klubning 1.4% aksiyalarini sotib olgan. Bu unga ovoz berish huquqini bermasdi, ammo u Portman Road stadionida shaxsiy VIP joydan foydalanish huquqiga ega. Ed Sheeran jamoa futbolchilari bilan ham juda yaqin aloqalarga ega. U hatto ayrim hollarda kiyinish xonasiga ham tashrif buyuradi. Misol uchun, u o'tgan yili bo'lgan Hull Cityga qarshi uchrashuv oldidan muxlislarga pivo tarqatadi. Shuningdek, o'yindan so'ng kiyinish xonasida futbolchilar bilan Perfect qo'shig'ini jo'r bo'lib kuylaydi. Yana bir qiziq tomoni shundaki, u ayni vaqt klubda to'p tepayotgan futbolchining Ipswichga ko'chib o'tishiga ham o'z hissasini qo'shgan. Gap shundaki, Ed Taylor Swift bilan sahnaga chiqishidan avval boshida nomi sir tutilgan futbolchi bilan Zoom orqali suhbatlashadi. Mazkur suhbat sirli futbolchining Ipswichga ko'chib o'tishiga katta hissa qo'shgan, deydi klub sport direktori Mark Ashton. Futbolchi nomini oshkor qilmayman, ammo u hozir gollar urmoqda deya qo'shimcha qilgan Ashton. Keyin ma'lum bo'lishicha, bu futbolchi irlandiyalik Sammy Smodich ekan. U Edning muxlisi bo'lgan va o'sha suhbatdan so'ng klubga o'tishga qaror qilganini tan olgan. Aksar yulduzlar top klublar sari intilsa, Ed o'zi tug'ilib o'sgan shahridagi mahalliy klubga muxlislik qilishi bilan boshqalardan ajralib turadi. Siz yana qaysi mashhur yulduzlar muxlislik qiladigan jamoalar haqida eshitgansiz? Izohlarda yozib qoldiring.